Samotyok отопление uchun uyim noqulay, qanday qilaman deganlar uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Buni ko'rsatamiz. Bu uyimiz samotyok отопление qilib berdik. Lekin o'rtada mana shunaqa boloxonasi bo'lgani uchun ikkita uy past, o'rtada baland uy bor. Buni yechimi samotyok отопление qilib berdik. Sirkulyatsionni nasos qo'yib qo'yganmiz. Endi bu uyimiz svet o'chganda nima bo'ladi? Svet o'chganda sirkulyatsiya sekinlashadi, lekin aylanadi. Chunki biz samotyok отопление qildik. Boloxonada mana shu baland joyda tormozlangani uchun nasos qo'yib qo'ydik. Bo'lmasam nasos shart emas edi. Bemalol aylanardi. Bu uyimiz 6 xona. 6 xona, bitta xonasi kvadrat juda ham katta. 8,5 million so'mga katyol, turbalari, hamma mayda-chuydalari, elektrod, karbidgacha. Uchta puli 5,5 million so'm bo'ldi. Bu obyektimiz Olmaliq shahri Deska mahallasida, shundoqqina domlarning oldidagi mahalla. 300 kvadratlik raketa katyol qo'yib berdik bu yerga. 12 talik avtomat garelka bilan gazni ekonom qilish uchun. Har qanday noqulaylikdagi uylarni samotyok отопление qilish uchun Termomaster jamoasiga murojaat qiling.